Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari. Samarqand viloyatiga tayyorlangan asalari pavilyonimizda xudolisi mana bugun jo'natyapmiz. Egalari kelib, o'zlari olib ketishyapti. Kia Bongoda. Pavilyonimiz mana. Razmeri 480 ga 2 metr. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Samarqand viloyatiga bugun jo'natilyapti pritsep pavilyon. Birinchi qatoriga 9 ta, ikkinchi qatoriga 9 ta, uchinchi qatoriga 9 ta. Kimga qanday pavilyon kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Nechta semya sig'adiganini aytsaling, shunga qarab biz tayyorlab beraveramiz. Mana pavilyonimiz tomlari, buni atrofdagi ashkalarni o'zlari qiladigan bo'ldi. Mana biz atrajatlarni qo'yib, elektr chiroqlarni yoqib, mana patpanliklar ulanyapti. Patpanliklar ulab chiroq ulag'asak, xohlasa bemalol tortib ketaveradi. Risollarimiz 9 talik pachka risollar, o'slarimiz rossiyskiy buroviy turbadan. Balonlarimiz Cobalt balonni. Materialimiz ramalar konteyner materialdan bo'ldi. Tagiga tekizlik bosib berdik. Stupitsa diskamiz 20 tur bo'lganiki bo'lyapti. Orqasida bitta eshigi bor, oldida bitta eshigi bor. O'rtasida yurishga qulay keng joy qoldirilgan. Tomlari 3 ga bo'lib ochiladi, eshiklari lyukli bo'ladi, ochiladi tepaga qarab. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Kia Bongoga parkovkalarni o'rnatib kelishimiz, o'shanga moslab qo'yib berdik parkovkasini ham. Balonlarimizning holatlari ham qanaqa yaxshi balonlar qo'yilgan, Cobalt balonni 195 ga 65 15 balonlar qo'yilgan. Usullarına bereket topinglar. Safarlaring bexatar bo'lsin. Besalom uylaringga yetib olishni nasib qilsin. Alloh aytsin. Duolar bo'ldi. Xudo xolasa ana tayyor bo'ldi yo'lga. Biz kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan keyin videolarimizni ham chiqaramiz.